Farzand tarbiyasi va mavjudligimiz. Bu dunyoga ko'z ochgan farzandning tugumas jafolari, sonsiz ovorchiliklarni xushallik bilan minnatsiz ustiga kelayotgan ota-onaning fidokorligini faqat ota-onaning farzand bo'lgan xolis, shaxsiyatsiz, poyoni yo'q muhabbati bilan tushuntirish mumkin. Bu tabiiy tug'ma muhabbat farzand tarbiyasidagi munbat tuproq. Ammo bu munbat tuproqqa urug'ni ziyondash hasharotdan, turli ofatlardan saqlaydigan, urug'ning tuproqning quvvatidan uzuqlanishiga yordam beradigan o'g'it kerak. Bu o'g'it ota-onalik muhabbatga yo'g'rilgan. Hamon bir kun hisob beradigan, farzanddan iborat ulug' omonatga bo'lgan mas'uliyat va majburiyatdir. Bu o'g'it cho'qim o'g'inish zarur bo'lgan farzand tarbiyasi ilmidir. Ota-onalik muhabbat mushu ikki javhar bilan yo'g'rilgandala, ondan voyaga yetadi. Farzandning o'tida kuyib, suvda oqqan jafolarining halovatidan yuzlari nurga, mamnunlik qutiladi. Avlod ovozliq asarlari. Ota-onaning qanday kasb bilan shug'ullanishi, qiziqishi qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'rganmasi bo'lmaydigan ilm farzand tarbiyasi ilmidir. Bolalarning har qaysi yosh bosqichlaridagi aqliy va jismoniy taraqqiyoti, mijoz xarakter o'zgarishlari, ro'y jihatdagi o'sib yetilishi, qiziqish havaslarini bilish va ko'rilgan masalalarni ilmiy usulda hal qilish ota-onalarning orzusidek yaramli farzandlarni borliqqa keltirdi. Ota-onalar diplom, unvon, ish o'qiti, chekdan oshgan odamgarchilik va ijtimoiylik uchun talay vaqtini ajratadi va buni qilmas zoda bo'lmaydigan zarur ishlar deb tushuntirdi. Hayotdagi o'tkinchi narsalar uchun shuncha ko'p vaqtni sarf qilayotgan ota-onalardan qanchalik mangulik baxtga chetilgan farzandlar uchun vaqt ajratadi? Balamni tarbiyalashda agar yo'lda mengib qolmaslik uchun ma kitoblarni o'qiy, ma materiallarni o'rganay, ma leksiyalarni anglab boqay deydigan ota-onalar qanchalik? Avlod ovozliq asarlari. Barlığımız farzand uchun deb davatgan ota-onalarning farzand tarbiyasi ilmini bilmasligi, o'rganmasligi o'rnini to'ldirg'isiz xatoliklarga sabab bo'lib qoldi. Buningdan saqlanishda diqqat qilgan nuqtalar tuvandikicha. 1. Muhabbat farzand qalbining ochqichi. Ota-ona balasiga bo'lgan mehr muhabbatini ko'ngilda saqlab qo'ymay, har vaqt balaga ifodalab turish kerak. Ota-ona muhabbetining bolalarga nisbatan qanchalik muhimligi bizning tasavvur qilganimizdan ortiq. İnson ruhining go'zallik va ezguliklarga to'ldirishda muhabbat tarbiyasidan unumliroq dori yo'q. Muhabbatni tug'di. Sevgi va qadrlanish ichida cho'ng bo'lgan bola suzuk ruhga ega bo'ladi. Beg'ishlash ruhiga boy bo'ladi. 2. Bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usini yetildirish, ularning kelgusidagi muvaffaqiyatli hayotiga ul solganligi hisoblanadi. Bir odamning o'z-o'zini muayyanlashtirishi, o'zining aql farosati, iqtidoriga bo'lgan ishonch tuyg'usi u odamga qalbining hayotiy kuchini urg'utadigan harakatlantirgich kuch ato qiladi. O'ziga bo'lgan ishonch bolalarning yoshirin qobiliyati va talantini qizib chiqarib, ularni aktiv ruhiy holat va tashabbuskor pozitsiya bilan qiyinchiliklarga yuzlanishga yetaklaydi. Bolalarning o'ziga tayinish ingini yutildirib, mustaqil yashash iqtidorini kuchaytiradi. Avlod ovozliq asarlari. Ota-onalar aktiv bishoratlar bilan bolalarga ishonch va umid ato qilish kerak. Buningdagi unumli usul bolalarni ko'proq maqtash, ko'proq rag'batlantirish va ilhomlantirish, tanqidlash ozroq bo'lish. Shundaqla tanqid usuliga diqqat qilishdir. Arzimas kichik xatoliklar uchun bolalarni tillash, haqoratlash, mushunchalik ishnim qila olmadingmi kalva, qo'lingdan zodi ish kelmaydi degandek so'zlar bilan ularning g'ururiga tegish, hadisla tayoq to'qmoq ko'tirish bolalarda o'ziga ishonmaslik, jur'atsizlik, o'zini tuvan ko'rish psixikasini shakllantirdi. Bunda qo'pollik bolaning ruhini o'ldirib, talanti va qobiliyatini tunjiqtirdi. Bu dunyodagi eng mag'lubiyatli tarbiya usulidir.
O'ziga ishonish tuyg'usidan mahrum qilingan bolaning vujudida tog'dek talant bo'lsa-mu, u ko'milgan peti egisi bilan qabrga kirib ketadi. Qandaqligi bir oilada bir farzand dunyoga keldi ekan, shu oilaga ularda aslida yo'q bir izzat nasib bo'ldi. Tabarani rivoyati. Bolalaringlarni hurmatlanglar, ularga yaxshi adab o'rgatinglar. Ibn Majah rivoyati. Sizlarning biringlarning bolasini yaxshi tarbiyalashi uning kuniga yerim hozirgi ig'irlik birligida taxminan 2 kilogramga teng sadiqa bergandan afzaldir. Imom Ahmad rivoyati. Avlod ovozliq asarlari. Dunyo texi bolalar huquqi deganni anglab baxmagan bir tarixiy sharoitda o'tirib qo'yilgan bu oliyjanob ideyalar bizni hayajonga soldi. Bolalarning shaxsiyatiga hurmat qilish, g'ururiga hurmat qilish, eng yaxshi ta'lim-tarbiyadan bahramand qilish haqidagi bu talqinlar bizni so'roqlaydi. Qalbdan tasdiqlash haqiqat yozilgan qog'oz yuziga ko'z yugurtib qo'yish emas, balki uning fikr teranligidagi ma'nolarni qezib chiqarish, tadqiq qilish, o'z amaliyatiga tatbiqlash orqali ondan ruhining sadosiga aylandi. Bizda buni amalga oshira olgan ota-onalar qanchalikdir? 3. Balaning har vaqt ota-onaning diqqat markazida turishi ota-onalik majburiyatining muhim bir tarafi. Burunlarda farzand tarbiyasi oila, maktab va jamiyatdan iborat 3 tarafning ta'siri ostida ilib berilgan bo'lsa, bugungi kunda fan texnikaning mislsiz taraqqiyoti bu xil an'anani buzayotdi. Televizor, radio, undidor, internet to'ri bizning irodamiz va kontrolligimizga beqinmagan holda farzand tarbiyalashga qatnashadigan 4-chi taraf bo'lib so'qinib kirdi. Bolalar real dunyo va mavhum dunyodan kelayotgan rengarang uchur xilma-xil ta'sirlarning qo'rshavida qoldi. Qanday qilish kerak? Mushundaq sharoitda ota-onaning majburiyati bolaga yaqinlashish, bolaning qalb sadosiga quloq silish va har doim bolaga ko'z quloq bo'lishdir. Ota-onalar ko'proq bolalar bilan sirdishishi, bolasining o'y-xiyoli, qiziqish havaslari, xushalligi, g'am qayg'usi, duch kelayotgan boshqa qiyinchiliklardan xabardor bo'lish kerak. Bolasining kimlar bilan do'stlashib, kimlar bilan barri keldik qilayotganligi, telefon va kompyuterdan foydalanish ahvollarini bilish kerak. Mana shundala ota-ona bolaning sog'lom aqida va axloqqa uyg'un ishlarini qo'llab, xato ketgan qadamlarni vaqtida tuzatishga yordam berib, o'zining yetakchilik rolini yaxshi ado qila oladi. Shuni eskartib o'tish kerakki, bolaga ko'z quloq bo'lish bolaning hamma ishga chot kelib, bolani erkinlikdan mahrum qilishdan derak bermaydi. Balki bolaga muvofiq bo'shliq, tanlash erkinligi berish asosida nazorat qilish, bolani har doim diqqat markaziga qo'yishni ko'rsatadi. Jamiyatimizda bolasining o'rganish natijasidan boshqa ko'ngil bo'lmaydigan ota-onalar ish o'qiti, o'yin tomoshasi bilan bo'lib, bolasining nima o'ylayotganligi, nalarda yurganligi bilan kori yo'q ota-onalarning mavjudligi kelgusimizga qora soya tashlab turgan qo'rqinchli ahvol. 4. Dunyoda xatolashmaydigan inson yo'q. Bolalarning dunyo va shay'iylarga bo'lgan go'daklarcha tonishi, sabiy qalbi bilan xatolik o'tkazishi normal ahvol. Ota-onalarning bolalarning xatoligiga qanday muomala qilishi ota-onalarning saposiga bog'liq masala bo'lib, ularning tarbiya ilmidan qanchalik xabardor ekanligini ko'rsatadi. Ota-onalik salohiyat mehr-muhabbatdan boshqa, muhimi bolalarning savalliklariga keng qo'rsaqlik bilan muomala qilib, xatoligini tunishga va tuzashga yordam berilgan oqilonlik va sabr-toqatni talab qiladi. Biz bolaning cho'ng-kichik xatoliklari oldida paylini buzib vaqirab chaqirayotgan, o'zini tutolmagan holda satgaplar bilan bolasini til haqoratga ko'miyotgan, tayoq to'qmoq ishlatayotgan ota-onalarni uchirtamiz. Aslida bola xatolikning nada ekanligini va uning oqibatini tushuntirish kerak bo'lgan ota-onalarning bu asabiyliklari ichida bola qo'rqinch va xo'rliqdan boshqa hech nimani his qila olmaydi.
Ballarning xatolik o'tkazishidek eng ko'p uchraydigan bu masalaga qarta ota-onalar xatolikning sababi va oqibatini tushuntirish bilan o'zini tutib olishi, tanqidni xato ishning o'ziga qartishi, hargizmi xatoligi bo'lgan tanqidni bolaga qartib, bolaning g'ururi va qadr-qimmat qarashiga daz ketadigan so'z-harakatlarni qilmaslik kerak. Amaliyotda ota-onaning xatolik oldidagi keng qo'rsaqligi bolada minnatdorlik tuyg'usini paydo qilib, ota-bolalik mehr-muhabbatni kuchaytiradi. Tövəndə Amerikalik yazğıcı, muvaffaqiyatshunos Dennis Whitel'ning Buyuklik dasturi nomli asarda bayon qilingan, menga nihoyat ta'sir qilgan bir misolni aytib o'taman. Ishonamanki, voqelikdagi dadaning bolasining xatoligiga tutgan pozitsiyasi bizni o'ylantirdi. Avlod ovozliq asarlari. Dennis mundaq yozadi. Qizim 16 yoshga kirganda men bu ogohlantirishning haqiqiy ta'minini yedim. U mendan ashu yangi Datsun markali Ziq 042 nomerlik pikapni ariyat almoqchi bo'ldi. Men uni xamchotdan halqib 1000 dasta setib olgan edim. Shu chaqda safarga tayyorlangan edim. Yo'lga chiqishdan ilgari qizimga ashu 900 ranglik musobiqa avtomobilga o'xshash chiroyli Z042 qo'l tekkizmagin. Men qaytib kelgandan keyin sana men boshqarishni o'rgatib qo'yaman. Buningdan burun qo'l tekkizma deb topildim. Men Washingtonga boradigan aeroplanga o'tirdim. Tabiiy men qaytib kelganda pikabim tamoman sapsaq, o'z betib turdi deb o'yladim. Kechda men bir xaridor bilan tomoq yeyotganda uydan telefon keldi. Qizim pikapning qiziqtirishiga chidab turolmay, menga bergan va'dasi xiloflik qildi. U Z042ni Laxuya shahrining markaziga haydab berib, Laxuyadagi eng oliy turlik mallar shirkatining oldida to'xtatib, o'tni texi o'chirmay turishiga o'tir maktabdagi saboqdoshlari kelib, qandoqchi bu pikapga ega bo'lib qolganligini so'rabdi. Qizim darhol mayga dastlab suratni tiziltib, saboqdoshlariga pikapning qudratini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'libdi. U saboqdoshlarda haqiqatan cho'nqur ta'sirot qoldiribdi. Nima uchunki ehtimol o'tir maktab o'quvchilari xos ozg'in texnikasini ishlatganlikdan bo'lsa kerak, xodni o'ldirib qo'yibdi. Pikap udulli turlik mallar shirkatining eshigidan kirib, Go'har marvoyatlar yoymasini, Qochquchilar rayonini besib o'tib, divan karvatga so'qilganda to'xtabdi. Pikap kerakdan chiqibdi. Biroq mo'jiza ko'rilganda qizim qilcha yaralanmabdi, ziyon zahmat kuchirmabdi. Biror mal sotquchi yoki xaridormi yaralanmabdi. O'lim yetim ishlarining bo'lmasligiga sabab balkim qizimning vaqtni bek to'g'ri mo'ljallanganidan bo'lsa kerak. U soat 5 dan 1 minut o'tganda do'konga usib kirgan. Bu do'kon xodimlari do'kondan ayrilib bo'ldigan, eshikmi taqildigan chog' edi. Shu aynak eshik, do'kon kaynidagi bir necha tovar jihozlar buzilgan edi. Qizimning tamkin holatimi yo'qolgan edi. Bu xabarni anglabla uyga qaytib, doktorxonaga berib qizimni yo'qladim. U zaxmlanmagan bo'lsa-mu, doktorxonada yotqizib kuzatish so'rar edi. "Nihoyat xijilman dada, toza chiqingiz keldi, shundaqmi?" dedi u ostig'ina. U bekla azoblanyotdi. Shu uning qo'lini tutib turib bezdim. Bal aksicha, qo'zam, ko'nglim amdarama tushdi. Baxtga yarasha hech kim yaralanmabdi. O'zingizmi shundoq yaxshi? U imkoniyatning bericha ko'z ish qilmaslikka tirishib so'radi. Men bu ishdan nimani o'ylayman dada? Qanday qilib har oyda pul to'lashni o'rganasiz? Dedim men. Turlik mallar shirkatining zinini to'laysiz. Yana menga pikapning qolgan pulini to'lashib berasiz. Ammo siz andish qilmang. 3 yilda to'lab bo'lg'il bo'ldi. Shu chaqda sizga qanday pikap lozimligini o'ylashimiz. Yaxshi tarafga qarash kerak. Siz moliya ishlarini boshqarishga doir nurg'un tajriba o'rganib olasiz. Qizimning ko'zi yo'g'on ichildi. U cho'chidi. Ammo darhol asholati qaytdi va mendan boshqa masalani so'radi. Undaqda bu ishdan keyin siz nimani o'rganib olasiz dada? Siz o'rgangan saboqni, umidsizlik qanday yuzlanish, bir xatolik bilan qo'rqib yiqilib ketmaslikni o'rganib olaman. Yana qayerga safar qilishimdan qat'iy nazar, pikap ochqichini yenimdan ayirmaslikni o'rganib olaman.
Qizim rostilla Z042 keltirgan ziyonni to'ladi ham yaxshi shopirga aylandi. Biz ixtiyorsiz holda bu dadaning masalani bartaraf qilish usuli bilan ko'pinchimizning odatlangan usulni silishtirib qolamiz. Bu dada cho'ng xatolik o'tkazgan bolasiga hech qanday tap-tani qilmaydi. Balki kang qo'rsaqlik bilan his-tashlik qiladi. Lekin xatolik sinini ustiga ilish masalasida qilcha yuz xotir qilmasdan javobgarlikni bolasiga ortadi. Natijada-chu, qizi dadasining o'ziga bo'lgan mehr-muhabbatini, kang qo'rsaqligidan ta'sirlanib o'tkazgan xatolikni to'nigan holda ziyonni to'lashni ustiga oladi. Avlod ovozliq asarlari. Agar bu ish jamiyatimizga biror oilada yuz bersa-chu, ota-ona, men sana degan edim-ku, shuncha gap qilsam anglamay, bilginingni qilsang mushundaq bo'ldi, to'yamana degandek gaplar bilan toptani ko'mmaydi. Bola beshinim ko'tarolmaydi. Lekin ziyonni to'lash masalasida ota-ona hech ikkilanmasdan shundaq bo'lish kerakdek, butun mas'uliyatni ustiga olib ziyonni to'laydi. Afsus, toptana, zahardek gaplardan jaq to'ygan bolaning qalbida til nashtiri va his-tashlikka erisholmaslikdan shakllangan bir qavat muz paydo bo'lib, ota-onasining bu fidokorligidan ozroqmi minnatdor bo'lmaydi. Sizningcha bolalarning xatoligiga muomala qilishda qaysi usul oqilona, qaysisi ulgi qilishga arziydi? 5. Ota-onalar zo'ravonlikdan, jidal majrodan xoli, inoq, sog'lom oila muhiti barpo qilishga ahamiyat berish kerak. Oila bolalar o'sib yetiladigan tuproq. Ziroatning aynishi sop va munbat tuproqqa muhtoj. Inoq, xotirjam oila muhiti bolalarning sog'lom ruhiy asos turg'izishida nihoyat cho'ng rol o'ynaydi. Bolalarda ochiq yo'ruq, umidvor, qizg'in mijoz xarakteri yetildirdi. Ayolning aqida va hissiyot birligi asosida qurgan inoq oila muhitida bolalar oila a'zolari o'rtasidagi hurmat, o'zaro qo'llashdan mehr-muhabbatning iliqligini, insoniy qadr-qimmatning ulug'ligini his qildi. Boshqalarga ko'yinishni, hurmatlashni, boshqalarga xushallik ato qilishni o'rganadi. Kelgusida quradigan iliq oilasining xaritasini qalbiga sezib, oila mas'uliyat engini yetildirdi. Bundaq oila muhiti bolalarning asli tabiatida bor bo'lgan barliq go'zallik va yaxshiliklarni surtib, poqirtib, nur chachqizadi. Aksicha urush talash uzilmaydigan xotirjamsiz oila muhiti bolalarning tabiatidagi bu xil go'zallik va yaxshiliklarni nobud qiladi. Ularning jismoniy, aqliy va psixik sog'lomligiga bir umr to'ldirib olg'usiz ziyonlarni elib keldi. Bo'libmi, ajrashishning bolalarga elib keltiradigan ruhiy jarohati texim ig'ir bo'ldi. Urumchi shaharlik o'smir jinoyatchilarni boshqarish o'rnining tekshirishiga qaraganda, bu yerdagi jinoyatchilarning 58% ajrashgan oiladan kelgan. Nikohning muqaddasligini his qilmagan, oila bosog'isidan atlashning ruhiy tayyorligidan xabarsiz er va ayolning xatoligining bedelini yana bir avlod to'laydi. Avlod ovozliq asarlari. Hasratlik yeri bu avlodning zaxmilangan bolligi jamiyatning tortiqi bo'lib, yangi krizislar paydo qilmoqda. 6. Bolalarning hayotida kitob bo'lsin. Agar farzand tarbiyasida ota-onalarning yukini yengillatadigan yordamchi bor deyilsa, bu dal kitobdir. Yana kelib kitob oqil va qobil yordamchidir. Moddiy farog'at qo'g'lishish dunyoning ritmiga aylangan bugungi kunda kitob bolalarning ruhiy dunyosidagi ma'naviy bo'shliqlarni to'ldiradigan eng yaxshi to'liqlovchidir. Ota-onalarni bolalarni kichkidan tortib kitob o'qishga qiziqtirishi, ularda kitob o'qish odatini yetildirish kerak. Buning uchun oila kutubxonasi barpo qilishi, o'zlari ulgu bo'lib, oila a'zosi orasida kitobni suyish, kitob o'qish kayfiyatini shakllantirish kerak. Hozir kitoblarning turi intayin ko'p. Ota-onalar farzandning har qaysi yosh bosqichlaridagi alohidligiga mos keladigan kitoblarni ilib berishdan boshqa, ularni mashhur asarlar, sarxil kitoblarni o'qishga yetaklash kerak. Kitobning roli bolalarga bilim berishla emas, uning ruhini tovlash,
tafakkurni yükseltirish, milliy kimlikni tonish, fazilat va xarakter yetildirishdagi rolni insoniyat ixtirolarining hech qaysisi o'ynay olmaydi. Ata-onalar kitobning xosiyati bilan bolalarni dunyoda yuqumli kasaldek cho'ng-kichik hammaga yamrayotgan elektronlik ekranlarga xumor bo'lish kasalining xavf-xataridan saqlab qoldi. Ata-onasi qo'ldan yetilab, kitob dunyosiga ilib kirolmagan bolaning vaqti behuda ishlar bilan loy suvdek o'tib ketadi. Shunga ata-onalar bolalarning hayotiga zamonaviy jamiyatning dinlarni g'aflatga qo'yg'uchi elektronlik ekranlar bilan emas, bolalarning qalbini uyg'otib, buyuklikka boshlaydigan kitoblar bilan quvvat va zinnat berish kerak. Avlod ovozliq asarlari. Oqillardan bir mundaq degan: "Bolalarni tarbiyalash ishini menga ma'lum zaman topshiringlar. Men butunlay yangilangan bir dunyoni borliqqa keltiraman." Mana bu tarbiyaning kuch-qudrati. Agar davlat boshqarishdan cho'nqurroq kuzatish, uningdan cho'nqurroq donishmandlik, mas'uliyat va sabr-toqat bilan farzand tarbiyasiga atlansak, bizga yana bir go'zal dunyo nasib bo'lmaydi deb kim aytalaydi? Xotima. Ota-onalarga deydiganlarim, bolalarimizdan kutadiganlarim oq qog'oz va qora siyoh bilan hech tugaydigandek emas. Farzand tarbiyasining yo saodat yo falokat derak beradigan ta'xirsizligi yuragimga o't yoqqani uzun bo'ldi. Bugun tun yerimda amni yozganlarimga hilal oydek pesh qo'yay dedim. Demakchi bo'lganlarim deb bo'lolmaganlarimni yulduzdak ko'pchilik bilan oxirlashtiray dedim. Derazdan osmonga qarsam, bola dardida mishildayotgan onalarning yig'lang'i ko'zlari, otalarning qorong'ulikdagi xiralashib qolgan g'amgin ko'zlari va talmirib turgan sabiylarning qora ko'zlari ko'ringandek bo'ldi. Her birimiz bu ko'zlar oldida javobgar. Onalarimizga texmi ko'p sabr-toqat va qadr-qimmat, otalarga yanama tamkin, aql-farosat va oliy himmat, bolalarimizga buningdan zo'r tirishchanlik va mehr-muhabbat bergaysan dedim. Men hozircha mushularni o'ylay oldim. Men bilan dildosh ay qarindishim, sizmi o'ylang? Tug'ilmagan, tug'ilgan va turmush yo'llarida qayta tug'ilgan bolalarimiz uchun hammamiz o'ylanayli va chomimizning yetishicha tezdan harakat ko'tayli. Tirishish bizdan, erishish ikimizdan. Esimni qilishcha, Turk tillar divanida mundaq bir atalar so'zi bor. Qotanda qo'zi tug'ilsa, eriq bo'yda o't önüpdi. Har bir jon o'z rizqini topadigan hayotda farzandlarimizga hidoyat, aql, farosat va ilm ma'rifatdan texmi ko'p nasib tilayman. Avlod ovozliq asarlari.